Bugun sizlarga bitta o'xshab chiqadigan lag'mon xamiri qilishni ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi un, bitta tuxum, tuz va suv. Hammasini aralashtirib, qattiq qilib xamir qorib olamiz. Xamirimizni yaxshilab mushlab, tindirgani qo'yib qo'yamiz yarim soatga. Bu orada yana 2 marta mushlab olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni olib, qo'limiz bilan stolda mushlab, ozgina yoyib olamiz. Keyin lenta qilib kesib olamiz. Lentalarimizni yog'langan patnisimizni ustiga taxlab chiqamiz. Ustini yog'lab qo'yamiz. Ozgina tingani olib qo'yamiz. Tingan lentalarimizni olib, stolga burab, shunaqa ozgina cho'zib olib, laganimizni yog'lab, laganga o'rab chiqamiz. O'ralgan xamirlarimizni yana ustini salfan bilan yopib qo'yamiz. Tingani olib qo'yamiz. Tingandan keyin xamirimizni olib, shunaqa barmoqlarimiz bilan burab cho'zib chiqamiz. Rosa ingichka zo'r lag'mon xamiri chiqadi. Boshqa bozordan sotib olmaysizlar. Mana keyin cho'zilgan xamirimizni qo'limizga o'rab, stolga 1-2 urib olamiz. Mana xamirimizni ko'rsatganimdek shunaqa stolga urib, keyin qaynab turgan suvda pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni pishgandan keyin ustini yog'lab, xohlasanglar qolganini morozilkaga qo'yib muzlatib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana yoqimli ishtaha xamirimiz tayyor. Tayyorlab ko'ringlar.